Bilasizmi? Insonning boshida o'rtacha 300 ming dona soch tolasi mavjud. Alloh taolo yaratgan bu mo'jiza shunchaki oddiy tolalar emas. Har bir soch tolasi ostida vena va arteriyalar, asab tolalari va kichik mushaklar joylashgan. Shuningdek, har bir soch ildizida yog' va rang bezlari ham mavjud. Inson tanasining qariyb 95% tuk bilan qoplangan. Faqat kaftlar va oyoq tagigina bundan mustasno. Allohning hikmatini qarangki, soch tolalarida sezgi asablari mavjud emas. Agar mavjud bo'lganda, soch oldirish jarayoni qanday azobli bo'lardi? Tasavvur qiling, sochimizni oldirish uchun shifoxonaga borishga majbur bo'lgan bo'lardik. Keling, qiziqarli bir narsani hisoblab chiqamiz. O'rtacha inson sochlari bir oyda taxminan 1 sm o'sadi. Demak, bir yilda 12 sm. Agar inson 70-80 yil yashaydi deb olsak va umri davomida sochini umuman kesmasa, soch uzunligi 10 metrgacha yetishi mumkin. Alloh bizga bergan har bir ne'mat beqiyos mo'jizadir.